Vegeta haqida yuzta fakt. Qani ketdik. Ismi Amiriddin, familiyasi Abdualiyev. Hozirda 21 yoshda. 11-sinfni bitirib, universitetga topshirishni xohlamagan. Vegeta kanal asoschisi. Dastlab ushbu kanalda video darsliklar tayyorlagan. Bundan oldin bir nechta yo'nalishlarda ijod qilgan. Bu yo'nalishlarda qanday daromad qilishni bilmagani uchun shunchaki tashlab ketgan. Misol uchun qo'rqinchli hikoyalar yo'nalishida Vegetaning ikkinchi kanali ham bor. Ikkinchi kanal nomi o'zining ismiga qo'yilgan, ya'ni Amiriddin Abdualiyev. Ushbu kanalda hozirda 30 mingta obunachisi bor. Vegeta kanalida 100 ta fakt videolar tayyorlaydi. Dastlabki 100 ta fakt videosini Fezot uchun tayyorlagan. Shu paytgacha 100 tadan ko'p 100 ta fakt videolar tayyorlagan. Eng ko'p ko'rilgan videosi Chingiz haqida 100 ta fakt videosi. Ushbu video deyarli 1 millionga yaqin prosmotr olgan. Eng eski videosi Guinness rekordlari haqida bo'lgan. YouTube'da jonli efir qilib, obunachilarni kanallarini baholaydi. Obunachilarni kanallarini baholamay qo'yganiga 6 oy bo'ldi. Vegeta kanalida Grand Mobile o'yinini 10 ta videosida reklama qilgan. Va buning uchun Grand Mobile o'yini asoschilari Vegetaga 10 million so'm tashlab bergan. Dastlabki va yuqori narxda olingan reklamasi hisoblanadi. YouTube'dagi Xodatech kanali podkastda chiqqan. Jasurbek Official bilan ham stream qilgan. Vegetaning Telegram kanali ham bor. U yerda 6000 dan ortiq obunachisi bor. Telegram kanalida konkurslar qilib turadi. Vegeta kanalining umumiy ko'rishlar soni 80 milliondan ortiq va jami tarzda 492 ta video joylangan. Vegetaning Instagram kanali ham bor. U yerda 17 mingdan ortiq obunachisi bor. Asosan Instagram kanalida tasodifiy faktlar videolarini joylab boradi. Eng mashhur videosi 800 mingdan ortiq ko'rilgan. YouTube'da Fezot kanali uchun preview tayyorlab bergan. Undan tashqari Uzbum TV, Anvar Abduqayim va boshqa katta kanallarga previewlar tayyorlab bergan. Vegeta kanali 2018-yilda ochilganiga qaramay, birinchi videosi 2019-yilda 7-mayda joylangan. Vegeta kanalining birinchi nomi Manoli TV bo'lgan. O'sha paytdagi eng mashhur videosi Jeki Chan koronavirusga chalingani rostmi degan videosi bo'lgan. Dastlab Vegeta kanali qiziqarli ma'lumotlar va faktlar haqida bo'lgan. Keyinchalik esa video darsliklar chiqarishni boshlagan. Eski videolarni bloklab qo'ygan, shuning uchun hozirda u videolar YouTube'da mavjud emas. 2020-yil 7-aprel kuni Vegeta kanalida 1000 ta obunachiga erishgan. Vegetaning ikkinchi kanalining eng mashhur videosi 150 mingdan ortiq prosmotr yig'gan. Dastlab ikkinchi kanalning nomi Vegeta Gaming bo'lgan. Ushbu kanalda o'yinlar o'ynab video qilgan. Preview'dagi asosiy ranglar yashil, qizil, oq va qora ranglarni tashkil qiladi. Ushbu kanaldagi ko'rishlar soni 1 milliondan oshgan. Jami 77 ta video yuklagan. Omonxon haqida 100 ta fakt videosida Omonxonning o'zi kommentariya qoldirgan. Vegeta Telegram kanalidan tashqari Vegeta Private yopiq kanal ham bor. Ushbu kanalga qo'shilish pullik, ya'ni oyiga 99 ming so'm. Bundan tashqari YouTube'da pul ishlashning 6 usuli haqida darslik videosi ham mavjud. Vegeta yopiq kanalda montaj uchun oltinga teng materiallar bor. Vegeta YouTube kanalida birinchi yuklagan shorts videosi Sayfulloni izlab seriali uchun tayyorlangan videosi haqida. Eng mashhur shorts videosi esa Mr. Beast'ning videosidan kesib olingan videosi. Amiriddin Abdualiyevning Vegetadan tashqari Vegeta Arts, YouTube do'kon kabi Telegram kanallari ham mavjud. Vegetaning eng sevimli video montaj dasturi Adobe Premiere Pro. Grafik dizayn ishlari uchun esa Photoshopdan foydalanadi. Montaj qilishni asosan o'zi o'rganib chiqqan. Vegetaning daromad haqida qilgan videolari ko'p odamlarni ilhomlantiradi. Vegeta ko'plab mashhur blogerlar bilan tanish. Vegeta kanalining har bir videosida o'zini ovozi bilan gapirgan. Yangi kontent g'oyalarini obunachilardan oladi. Vegeta kanalida haftasiga o'rtacha 2-3 ta video chiqargan. Ba'zi paytlar bir oy davomida video chiqarmagan, sababi esa kanalni sotib yuborgan. Oradan bir necha oy o'tgandan keyin yana qaytib sotib olgan. O'zining Vegeta Private kanalida maxsus shablonlar ham ulashib turadi. Vegeta 2022-yilda eng katta obunachi o'sishini qayd etgan. O'sha yilda kanal 50 mingdan 100 minggacha o'sgan. YouTube'da kumush knopkasi ham bor. Eng uzun 100 ta fakt videosi 10 minutga yaqin davom etgan. Eng qisqa videosi esa 10 soniyalik shorts. Kanal avatari hamda bannerni o'zi dizayn qilgan. Vegeta Termiz shahrida istiqomat qiladi. Vegeta o'z obunachilari bilan doimo samimiy munosabatda bo'ladi.
ko'plab yosh blogerlar uni ustoz deb ham hisoblashadi. O'zining eng katta orzularidan biri YouTube'da 1 million obunachiga erishish. Vegetaning sevimli blogerlaridan biri Mr. Beast. U Mr. Beastdan ko'p narsani o'rganish mumkinligini aytgan. U 100 ta fakt formatini O'zbekistonga birinchilardan bo'lib mashhur qilgan. Vegeta nomi YouTube'da brend sifatida tanilgan. Kanal hozircha minglab odamlarga foyda bergan va hozir ilhom manbai bo'lib kelmoqda. Vegeta ko'plab youtuberlarga SEO tizimi bo'yicha maslahatlar bergan. Vegeta dastlab videolarini telefonda montaj qilgan, keyinchalik kompyuter sotib olib sifatni oshirgan. Vegeta stream vaqtida 500 ga yaqin odamni bir vaqtning o'zida yig'a olgan. Uning jonli efirlarida konkurslar va sovg'ali o'yinlar bo'lib o'tadi. Birinchi stream telefonda qilgan, keyin OBS orqali kompyuterda davom ettirgan. U birinchi 100 ta fakt o'zbek youtuberi sifatida tanilgan. Kanalda ko'plab top 5 va top 10 formatdagi videolar ham bor. U prevyularda ko'pincha odamlarning yuz ifodalarini kattalashtirib, dramatik effektlar beradi. Vegetaning montaj usuli tez o'tish va qiziqarli effektlardan tashkil topgan. Ba'zi videolarda ovoz effektlari va memlardan foydalanadi. Kanalda eng boy streamerlar, aktyorlar yoshligi kabi universal mavzular ham mavjud. Vegetaning ayrim 100 ta fakt videolarida mashhurlar ham izoh qoldirgan. U YouTube kontent qilishdan tashqari boshqa tajribalarga ham ega. Vegeta o'z ijodi orqali nafaqat komment yaratuvchilarni, balki oddiy odamlarni ham ilhomini yaratadi.